Assalomu alaykum, firma taxtish kamoratchilari. Yana bugun 2015-yil 30-sentyabr Xiva tuman Serchali qishlog'idamiz. Bugungi ustanovkamiz 5 eshik ustanovka tiparik bera. O'rtma shtablari 0 variantda. Arkalda daburlar bilan birga. Ko'rib baho beraverasizlar, obunachilar. Yine eng neobычный variantda ishladik, nalshiklarni ko'rib baho beraylik. Zamoklar, Galloria zamoklari, eshiklar, rezinkalari, elde arka shtabini ko'rib baho berasizlar, nolabga. 5 eshikdan arkalda daburi bilan birga islom ketdik. Mana bu narsalar. Hem eshigimizda daburlari bor. Xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranlarda mobildan qoldiramiz. Bizani kuzatishda davom eting. Xizmatlar bo'lsa bemalol.